Allah o'zing darlarimga shifoy komil ato etib boqa Parvardigorim o'zingdan umidvorim so'rayman. O'zingga hamda salom bo'lsin, shunday kunlarga qo'yganing uchun xolir qilganing Alloh. Hamma ayrim bo'lib ishchilar, doniyor, kulbatlari, ishchilari, doniyor, ustozlari, hojilari, bashar farzandi Abdullah o'g'li Arab sahrosidek nomlaridan arzani va nomlaridan bo'ldingiz muzaffar tug'li Baxtiyor aka, assalomu alayka Dilshodni nomlaridan, Muhammad Bekzod ukamni nomidan, assalomu alayka yo Parvardigorim, o'zing payg'ambarimizga salomlarni ya yetkazib Alloh qo'y. rasul Mushkulotlarga oson bo'lsin Parvardigorim. sizning Ahalla ko'rlarimizdagi hamma suhbatga dalolat qo'yib, Robilla do'stimiz Abdullani sarvari hamma bemor ostlarini nomidan salomlar. assalomu alayka Ya Rasululloh, ya Muhammad assalomu alayka ya ahalla ko'rlarimizdagi hamma suhbatga dalolat qo'yib, yine ularni farzandlari, Amira va amiralari hammalar nomlarida salomlarni yetkazib Allohning payg'ambarimizga. O'tganlarni Alloh o'zining rahmatiga jannatiga adamlari, dodalari, amakilari, bolalari, hammalari, xolalari, ko'chalari, hammalarini oxiratlarini obodligiga, qiyomat ayyomi gunohlarimdan o'zing kechir, sizga nasib etsin dardlarimizni mahmud maqomi Assalamu alayka ya